Marg'ilon Qumtepa bozorida xuddi shunday mana baliqlarga shunaqa yemishlar va suv apparatlari bor mana. Batareyalari bor. Baliqlarimizni har xili dorilari bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Har qo'yalar. Mana shunaqa narsalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Mana bu yerda akamiz hozir kuch sotyaptilar. Shular narx-navolarni so'raymiz. Aka karelo nechi bu? Karelo aka donasi 200 million deyapmiz aka. Donasi 200 ming so'mdan, ha? Pishkillar va pishirlar jupa 300 ming so'm, nerachkalar 250 ming jupa. Pepchi. Pepchilimiz 500 ming deyapmiz jupini. Ha, bularchi. Tayyorlari 250 ming so'm, maladoylar 100 ming so'm deyapmiz aka. Amadigalar 90 mingdan jupa. Yaxshi. Kanarika narlarimiz bor tebada, maladoy. 250 mingdan hammasi sayrashga kirdi. Sayrashga kirib qoldi. Ha. Telefon nomeri shartmi? Ha, maskalar donasi 200 ming. Kimga shunaqa qushlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Marg'ilon Qumtepa bozoriga kelsalar ham xuddi mana shu yerda shunaqa narsalar sotib, qushlar ancha kelishtirib berilaman deyapti akamiz. Ancha qushlari arzon va sifatli ekan, xudo xolasa. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat aka. Ba'zi mana bunaqa qapaslarimiz bor ekan. Qapaslarimiz. Maladoylar necha bo'lib qoldi? Maladoy 85 ming olyapmiz. Amadinkalarchi? Amadinka 100 ming so'm tayyorladi. Maladoy 85 ming olyapsiz. Maladoy 85 ming olyapti. Amadinka necha bildingiz? Amadinka 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ba'zan qushlar bor ekan, mana. Necha pul bu? 20 ming so'm ekan. Qapaslarimiz 40 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha bor. Qapaslari 40 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bor ekan. Like bosib obuna bo'linglar. Rahmat, ha? Charchamang. Aka o'rdaklar necha pul ekan? 35 mingdan beramiz. 35 ming. Induchi? 950 ming so'm. Ko'pchilik 30 kilo, ha? 9 kilo ekan. Ular 250 ming so'mdan qora to'g'lar. Tuxumandaqa ko'kidan. 250 ming so'm. Xo'roz yo makiyonmi? Bitta xo'roz, 6 makiyon. 6 makiyon bor ekan. Xo'roz makiyon 250 mingdan, ha? 250 mingdan ekan. Kimga zarar bo'lsa, Marg'ilon Qumtepa bozorida sotilyapti ekan. Shu bozorda shunaqa mana jo'jalar bor ekan. O'rmanglar, jo'jalar nechi pul ekan? 20 ming so'mdan ekan. Mana. Indiski jo'jalar 20 ming. 90 mingdan 4 kiloli. Telefon nomeri? Aka qora jo'jalar nechi pul ekan? Bular xo'rozmi, maki? Ha? Nechi pul? 50 ming. Yaponcha ya bular, ha? Ha, yaponchani 50 ming so'mdan ekan. Rahmat. G'ag'alar nechi pul ekan? Berori 25 ming. 25 ming so'm baho aytishyapti, jo'jalar ekan. Bozor odamlar salqinga qochishni boshlabdi. Indilar nechi pul ekan, o'rmanglar? 150 dan aka. 150 ming so'mdan, ha? Ha, bozorlar ham bersin. 150 ming so'm baho aytishyapti ekan indilarga. Xo'sh. Ozada quyonlar nechi pul qanaqa? 35 mingdan shu. 35 ming so'mdan, ha? Ha. Katalarichi? Katalari 70 ming. 70 ming so'm. Bozoringiz bersin. Dada yana quyonlar bor ekan, mana quyonlar qanaqa? Aka 35 dan tanlab. Bular 35 mingdan tanlab olishi. Bularichi? 60 mingdan tanlab. 60 ming so'mdan tanlab olinglar deyaptilar akam. Bularichi? 80 ming so'm. 100 ming so'm, 80 ming so'm. Arzon. Arzon bo'l. Rahmat. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bozoringiz bersin. Yemishlari ham bor ekan, ba'zi mana jo'jalar bor ekan. Qora jo'jalar nechi pul? 6 ming ekan. Malades. Aka bular necha kunlik? 30 kunlik. Necha pul deyapsiz? 20 ming so'm. Bularchi bu broilerlar. Broiler 15 ming sotdi. Buni tovuqqa qo'shsa bo'ladimi, bo'lmaymi? Necha pul unisi? 6 ming so'm. 6 ming so'm. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Aka bu nomali, ha? Adler degan, ha? Necha pul jo'ja?
Aka optim yoki 30 mingga beramiz. Optimiga 30 ming. Ne ishga kerak bo'lsa bor. Bor a? Brollarimiz-chi. Bu birovlar go'zaladi. Nech bu? Bular 22 ming. 22 ming. Zo'r. Qoralar. 15 mingga ajob bo'ladi. Birovlar. Voy, malades, mashalloh. Like bosib obuna bo'linglar, ama akamizda xillari bor. Telefon nomer nechi? 50 Hop. 579 Ha? 09 01. Telefon qilinglar, akamiz bilan aloqaga chiqsalar, ishlar hal bo'ladi. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Qo'ylar dastlabga bor. Vo, vodiy. Charchamanglar. O'rdaklar nech pul? Qoraga. Assalomu alaykum. 6 mingmi? Ana yana ana shunaqa jo'jalar bor ekan. Nech pul bu? 14 ming, 15 ming deyapsiz a? 14. Vodiylar dastlabga bor a? Yo'q. Na. Ya zo'r. Nechi telefon nomi? 93lik. 937 38 88. Sardorbek ekan ismlari. Bemalol telefon qilinglar, ishlar hal bo'ladi. Keng miqyosda olmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa telefon qilaylar. Boqishlargacha o'rgatishar ekan. Agar Ahmad bozoringiz bersin. Yo'q. Menga ham pul berish kerak edi-ku. Nech pul ekan? Qora makon. 150 ming so'm kami bor a? Jo'ja bular hali. Jo'ja ekan. Rahmat, bozoringiz bersin. Jo'jalar chiqibdi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Olmaylar. Xo'rozni nech pul ekan? Nech pul baho aytishibdi? Ha, yo, bo'l. Narxini bilsak bo'ldi. Kaptar bozorimiz mana, Kaptar bozor ham oxirlab qolibdi akalar. Xo'rozlarimiz mana. Kaptarga qiziqmayman. Burada keldik, videolarni oldik. Xudo xolasa biz kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun harakatdamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring chiroyli bo'ladi. Videolarimiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Advoqat akam Tronda oldi marojnoxonani akamiz yurgizadi. Mana shu akamiz taniganlar bitta like bosib boramiz. Like bosinglar mana shu ukaxonga. Charchamaydi. Do'lashibdi. Qumtepada like bosib qo'yinglar. Abdur bo'lyaptimi? Ha.